Undaq bo'lsa men mushu bir hujjatni bir qancha xil shaklda saqlab, shu xil saqlash usuli orqali ondan keyin buningki umum ta'sirini, hujjatlarning tip shakllarini tushuntirib chiqay. Birinchi bo'lib saqladim. Saqlash uchun Ctrl S ni bassam ham bo'ldi ekan-ku. Hech qanday saqlanmagan, ya'ni ism bekitilmagan hujjatga nisbatan Ctrl S ni bassak bir saqlash ramkasi qo'zg'atib turdi. Buni ekran ustiga saqladim. 01 PST altida saqlay. PST deydi-ku. PST altida saqlay. PST altida saqladim men. Saqlab bo'lgandan keyin mana qayta ko'rsatmisin bizga. Maningda necha qavat bor? 2 qo'y. 2 qavat bor. Men 3 rutayim. Qayta meni qo'zg'atdim 01 ni. Qo'zg'atsam 2 qavat o'zaro berkib ketibdimi? Berikmabdi. Ham Photoshopning mush PSD widgetning birdan-bir alohidligi Photoshop laylagan narsamiz qaysi xil shaklda bo'lsa, shu xil shaklda saqlab berdi bizga. Hech qanday rang, sifat o'zgarish bo'lmaydi. Hech qanday qavat, qatlam berkib ketish bo'lmaydi. Ya'ni qanday laylab saqlab qo'ygan vaqtimizda qaysi pitida bo'lsa, shu pit altida bizga saqlanib turdi. Buning ortiqchiligi shu. Hem buningki ortiqchiligi shu deganimizda biz faqat ortiqchiligini so'zildik. Buning kamchilligi bormi yo'qmi deydigan masala chiqadi. Mumkin o'pkisin chekib mana ustida. Xoslik degan turni qo'zg'atdim. Bir tanlam qavat 13.13 MB shundaqmi? 13.13 MB. Sig'imi yuqori ekan. Nimishqa? Birinchidan ma'o rasm mavjudni men butun rasm bo'yicha saqlayapman hozir. Buni keyin mundaq tahrirlasam, mayanqi mening ko'rsatish rayonidan keyin ishga kirib qolgan rayonlardagi narsalarni qanday qilib turibdi menga saqlab turibdi. Da qilsam keyin yana mayan chiqarib laylasam bo'ldi ekan degan gap. Demak bu sizning mushu ko'rsatgan rayoningizni ham, mush doirani ham saqlab bermaydi. Ya'ni butun mushning ishidagi, ya'ni ko'rsatmagan tahrirlash rayoni yoki tahrirlash rayonidan sirtqi yoshiringan rayonning hammani saqlab turdi. Bu Photoshopning alohidligi. Photoshop widgetning alohidligi. Photoshop widgetning alohidligi deb sig'imni o'ylashmasak bo'lmaydi. Ham biz Photoshopning mush PSD widgetida ortiqchiligidan sirt mandaq bir qancha xil kamchiligi borligini o'ylashib qo'yishimiz kerak. Birinchi, bu xil widgetning sig'im favqulodda cho'ng. Ya'ni qatlamlar o'zliksiz ko'payib 1-200 qatlam bo'lgan vaqtida bu xil widgetning sig'imi bir qadar ortib ketadi. Ya'ni tor orqali yetkazish yoki to'rga PSD widgetni yo'llab qo'yish bizga iqtisodiy jihatdan ba'zi bir avarchiliklarni olib keladi. Masalan, bir tal widgetimiz 500 MB chiqilsa, biz bir mulozimlarga 500 yillik qattiq diskisi va bir tal mulozimlarga tayinliqlamkin widget saqlay olayotganmiz-ku. Demak, mushkil sajatimizni ba'zi bir avarchiliklar olib keladi. Endi yo'q biz buni loyiha uchun ishlatimiz ma'orindan o'ringa yetkazish uchun desak, albatta buni xohlagancha cho'ng qilib etsak bo'laveradi. Ikkinchi kamchiligi bu cho'qim Photoshop qachlangan muhit ostida yoki Photoshopningki ko'rgichlari bor muhit ostida ko'rinadi. Masalan, bu yerdagi meningki o'ziningki ko'rgich orqali ko'rsam ko'rinadi bu. Ko'rindi shundaqmi? O'ziningki mush Adobe shirkatining ko'rgichi orqali ko'rsam ko'rindi. Demak, buningga mush bir Photoshop, ya'ni mush Adobe shirkatining ko'rgichisi qachlanib bergan sharoit bo'lish kerak. Buningdan boshqa sharoitda buni xohlagancha ko'rolmayman. Bu yana bir kamchilligi.